Buning davosi yo'q. Sen hech qachon tuzalmaysan. Afsuski, oramizda bunday gaplarni eshitayotgan va oq dog'larga qarshi kurashayotgan insonlar bor. Va shunga qaramasdan bunday gaplarga e'tibor bermasdan iroda bilan, matonat bilan, qat'iyat bilan harakat qilib ijobiy natijalarga erishgan insonlar ham ko'p. Va bugun biz suhbatimiz davomida shunday insonlardan biri Barno opa bilan gaplashamiz. Keling, batafsil ma'lumotni ularning o'zlaridan olsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dastavval o'zingizni tanishtirsangiz opa, kimsiz, qayerda ishlaysiz, necha yoshdasiz? Men ismim Ra'no. 61 yoshdaman. Ishlamayman. Pensioner. Oq dog'lar sizda qanday paydo bo'lgan? Keling bitta bir tarixiga ham nazar tashlasak. Oq dog'lar 2016-yil qattiq nerv siqilish, men bu endi hammasini aytish kerak-da. Siqilish, keyin men bu pensiyamiz oxirgi 10 yil qilib qo'yganda yomon siqilganman. O'shanda bitta anaqa men shu yetimga chiqqanda. Men manchagina bu, men shu yetimman. O'shandan keyin yong'oqni anaqasini surdim. Yordam berman, keyin yana siqilish, o'sha siqilish hisobiga men shu yetimda ko'paydi. Keyin qo'llarimga chiqdi. Keyin qo'llarimga chiqqandan keyin qomis anaqasi reklamasi chiqib qoldi-da. Masalan, men ko'p joyga Qayerda ko'rdingiz reklamasini? UzReportda. UzReportda ko'p ko'rardim, keyin vrachdan so'radim-da. Onkologdan borib so'radim. Menda endi mama onkologda lechena qilaman, ginekolog, onkoginekologda o'shani hisobiga menga bo'lmaydi dedi. Keldimda, keyin yo'q, qizim, anaqa lechena qilmaymiz, menda onkologiya bo'lgani uchun mumkin emas ekan dedim. Keyin yurdim. Men shu yuzimni qoshlarim tepasiga chiqdi-da birinchi. Keyin men bu labim usti oqara boshladi. Keyin shundan keyin qarasam, o'sha ko'payyapti. Keyin Qomis kompaniyasiga zvont qildim. Bu yerda vrachga men shu mama onkolog, onkoginekologda lechenam bor. O'shani hisobiga menga mumkinmi, yo'qmi desam, dozasini kamaytirsa bo'ladi dedi. O'shandan boshladim. O'tgan yili esli avgustdan boshlagan bo'lsam, bittada o'sha bir haftani ichida rezultatini ko'rganman-da. Men bu yuzimda, men bu laflarim vobshe yo'q bo'lib ketdi-da ustida. Bittada. Keyin qo'llarimda, men bu qo'lim tizzalarida ham vobshe zo'r o'zgarish bo'lgan. Men bu betlarda vobshe yopilib ketganda. Natija berdi sizga. Da. Qarang, oq dog'lar sizda birinchi paydo bo'lganda tanangizni qaysi a'zolarda paydo bo'ldi? Men shu yetimda. Eng birinchi qo'lingizdan boshlandi. Mana. Men shu yetimda, men betida, men bunaqada dog'cha. O'sha kichkina dog'cha shunaqa bittada kattardiki, birinchi ko'rganingizda oq dog'lar deb o'ylamadingiz. Qaysidir kasallik sababli yoki oshqozoning sababli sizda oq dog'lar paydo bo'lishni boshladi deb o'ylagan bo'lishingiz ham mumkin, to'g'rimi? Yo'q, men o'zim bilardim. Masalan, bittada bildim-da, nima deganda ko'p nerv chiqilganman. Ko'p stressda bo'lganim hisobiga bittada Alloh ko'nglima soldi-da. To'shni men shunaqa bo'ldim dedi. Birinchi paydo bo'lganda oq dog'lar sizni ichingizdan qanaqa hissiyot bo'ldi? Hamma har xil deb o'ylaydi, lekin men bu og'rib, siqilib, baligi yotib qolmagan kasal, Allohga shukr qilaman. Hozir men hech ham siqilmaganman. Prosta kelib men shu yoshda shunday bo'lganim nima bo'ldi? Keyin men bu qomisdan keyin o'sha ishonch paydo bo'lib, hammasi yaxshi, o'zgarish bor. 24-yilni avgust oyida. Avgust oyida o'shandan 6 oyda lechena qilgan bo'lsam, 6 oyda o'sha yargar o'sha payt men shu paytgacha nima qilganimda polностью yopilib ketardi. Necha oy o'zi rezultat ko'rsatdi? Dorini qabul qilishni boshlaganingizda? 2 haftada. 2 haftada o'zi ijobiy rezultat bo'ldi. Shunaqa bittada yordam berib, vobshe men qoshlarim usti, men bu laflarim usti vobshe yopilganda, men hech qanaqa qolmagan. Prosta keyin men o'sha 2 oy 3 oy 6 oy lechena qildim-da, 1 oy davolanmadim. Keyin yana ayrim anaqalar uchun shu qo'limda mana shuncha qoldi-da. Agar polностью men shu 6 oyni ham где-то 5 oymi lechena qilmadim, agar polностью yopilardi-da. Menda o'zim ishonchim anaqa bo'ldi-da. Ma'lum bir muddat to'xtatib qo'ydingiz va hozir yana boshlayapsiz. Hozir boshladim. Yuzlaringizda to'liq ketgan, tana a'zolaringizda ketgan, faqatgina qo'llaringiz va oyoqlaringizda hozir bor.
davolanish jarayonidasiz. Barnopa o'zi qomus haqida qayerdan eshitdingiz? Uzrportda bunaqa reklamada ko'rdim. Keyin nima desangiz, ko'p anaqa joylarga lechena qildim, yordam bermagani uchun, voy yana lechena qilish, surish, tabletka, pissarali pissabirinni ishlatganman. Ular yordam bermagan. Keyin menda o'zi mayli shunaqa bo'lsa yursam deb yurgandim. Reklamada ko'rdim-da. Keyin shu vrachlarga bordim, onkologiyaga. Men shu anaqa sidanadan onkologiyaga ta'siri bor degani uchun ulardan so'rasam bor dedi. Keyin vrachdan nima qildim, qaytdim-da, yana keldim. Qarasam shu qoshimning ustlari, men bu labim ustiga chiqqandan keyin nima bo'lsa bo'ldi Allohdan deb boshladim. Allohga shukr, men bu onkologiyada ham 5 oydan keyin borib tekshirdim. Hech qanaqa ta'siri yo'q ekan onkologiyaga. Salbiy ta'siri yo'q. Yo'q ekan. Dozasini kamaytirib berdi-da. Doktor o'zi sizga qomus kapsulasini dozasini kamroq. Dozasi ko'p bo'lganda menda davno yo'q. Oldindan ham yo'q bo'lib ketardi. O'shaning hisobiga hozir menda shu 4 oymi dam oldim-da. Qomus kapsulasini sotib olmasingizdan oldin qanday davolanish usullarini sinab ko'rdingiz? Doktorlarga bordingizmi bu bo'yicha yoki boshqa mahsulotlarni ishlatib ko'rdingizmi? Hech narsa qilmadim. Hech narsa qilmadingiz, to'g'ridan-to'g'ri birinchi bo'lib reklamani ko'rdingiz, bizga murojaat qildingiz. Reklamani ko'rgandan keyin ham bir kun shu ginekolog, onkoginekologga borganimda shuni ko'rsatdim-da. Men bu qomus kompaniyasida mana shu dog'larga anaqa chiqdi, nima bo'lar ekan dedim. Bo'lmaydi dedi. Keyin men qaytib keldim. Vrach bilan maslahat qilgandim. Dozasi kamaygani hisobiga keyin o'zi qildim, вообще hech narsa bo'lmadi. 6 oydan keyin. Men o'ylagandim bittada anaqa bo'lib ketsa kerak, nimada. Demak, sizda hozir onkologik kasallik ham bo'lgan? Yo'q, hozir davolanib turaman, lekin onkologiya ta'sir qilmadi. Sedanan ta'sir qiladi degandi. Yo'q, ta'sir qilmadi. Hammasi yaxshi chiqdi. Qomus kapsulasiga ishonmasdan, ya'ni oq dog'lari bor insonlarga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz? Men aytyapman, men mana shunaqa kasalligim bo'lishiga ham qaramasdan ishonib, avvalo Alloh har bir narsani o'zini sababi bor-da. Masalan, bittada bo'lmasa, bittadan anaqa. Saqlayman desa, hamma narsadan saqlaying. Ishonish kerak. Allohdan avvalo Alloh, keyin o'sha ishonsang cho'pdan ham degani. Arzimagan bir narsa. O'shaning uchun ularga aytamanki, o'ylanmasdan, ikkilanmasdan lechenani boshlasanglar bo'ladi. Nima deganda o'zim ko'rdim. Haligacha mana lechena yaxshi yordam beryapti. Hech qachon afsuslanmaydi. Natijalardan hozir xursandmisiz? Da. Xursandsiz. Xursandman-da. Xursand bo'lganim uchun ham rozi bo'ldim-da. Agar men xursand bo'lmasam, qanaqa qilib kelishim mumkin o'z vaqt anaqa qilib. Naborot aytardim, men bunaqa deb. Shuncha vaqt masalan dorilarga nima qilganim, masalan shuncha vaqtdan beri men bir marta dori olib kelmagan, даже urushganman-da. Dorigim kechikib ketdi deb. Telefon qilib, yana olib kelib beringlar. Yo'q, nima telefonni ko'tarmadinglar, men vaqtim o'tib ketyapti-yu deb naborot ularga bilan urushib nima qilganman. Agar menda ishonch bo'lmaganda, olib kelmasa olib kelmadi deb nima qilib qo'yishim mumkin-ku. To'g'rimi? O'zingiz talab qilib oldingiz yana. Da. Barnopa qomus kapsulasini sotib olish qarorini qachon va qanday qabul qildingiz? Shu men bu anaqa vrachdan so'radim-da, men bu qomus kompaniyasida Sidanadan chiqqan anaqa dori chiqibdi. Onkoginekologga bordim-da. Menda shunaqa Sidanan ta'siri katta ekan dedim. Ular aytdi, yo'q dedi, bo'lmaydi dedi. Yo'q deb bormadi. Keyin qoshlarim ustiga, yuzimga chiqqandan keyin men bu lablarim ustiga chiqqandan keyin nima bo'lsa bo'ldi dedim-da, avvalo Alloh, nima bo'lsa Allohdan deb boshladim. Shu ikkita onkologik kasallikka ham qaramasdan. Lekin yaxshi. Natijalar yaxshi. O'zim aniq qildim-da, menga dozasini kamaytirdi. Dozasi kamaysa ham yaxshi rezultat oldim-da. Men hozirgacha lechena qilib yuribman. 3 oy dam oldim. Qomus kapsulasini yana qabul qilish, ya'ni foydalanish qaroridamisiz hozir? Da, aytdim-ku, bir ozgina bir kunmi, 2 kun kechikib qo'yganda qancha ular bilan urushib masalan ishonmasligi mumkin-da odamlar. Men ular bilan naborot urushib kechasi bilan anaqa qilib olib kelib berganda, masalan menga kerak bo'lmasa, olib kelmasa olib kelmadi. Rezultatini ko'rmasam men anaqa qilmayman. Tavsiya qilmaysiz. Olib kelmasa olib kelmasin deb qo'yardim. Naborot o'zim talab qilib, ular bilan urushib, kechasi olib kelib berganda.
bir kun bo'lsa ham qolib ketmasin deganman-da, o'shani hisobiga. Men hozir o'zgarishlar zo'r, hamma ishonsin, lichena zo'r ketadi. O'ylashi mumkin, odamlar ko'p anaqalar obreshasiya qilib, o'shalar lichena ololmagani hisobiga ham ikkilanadi-da. Men garantiya, men shunga ishonsin, qomusga ishonsin, zo'r lichena oldim men. Men hozirgacha olaman. Qomus kapsulasi sizda qanday his-tuyg'u uyg'otdi? Nimalarni his qildingiz qomusga nisbatan? Hozir men anaqa avvalo Alloh, bularga ham nima omad tilayman ishlariga. Odamlar aldamadi. Masalan bo'ladi. Lekin menda yaxshi o'zgarish bo'lgani uchun doim qomus menda qandaydir bir Allohdan keyingi bir menga bo'layotgan yordam. Yordam, ishonch, ijobiy fikr. Sizda o'zingizda ham bo'lganda ishonch, qat'iyat bo'lgan, iroda bo'lgan. Yetdimi? Ishongansiz. Ishonganimdan men tuzalaman. Atrofingizdagi insonlar sizga qanaqa munosabatda bo'lgan? Oq dog'laringizni ko'rib. Hech narsa qilmagan. Hech narsa qilmagan, munosabat bildirishmadi. Voy, hamma, ha? Hech narsa demagan. Men o'zim biladim, nerv chiqgan hisobi bo'lgan. Hamisha даже men hamma joyda remont qilib yurganman. Hamma so'raydi, qayoqdan senda paydo bo'ldi? Oq demaydi. Qayerlarda? Yo'q-ku senda anaqa. Men bu dog'lar qayerdan boradi? Udivlyatsiya qilib senda yo'q deydi-da. Hozir ko'rib turing, vrachlarga ham aytaman-da, men hozir yaxshi bo'lyapman. Poliklinikimizdan ham dorilar yordam beryapman. Hozir qomusdan dori olaman. O'shanga desam, hamma dorilar yordam beradi. O'zi qayerlarda ishlagansiz, Barno opa? Qurilishda ishlaganman, keyin traktorni zavodda kranavchisi bo'lib ishlaganman, mostovoy bashinida. Qurilishda ishlaganman. Yana qurilish. Kasalligim shu smenali ish ham qattiq ta'sir qilar ekan. Masalan, 11 yil smenali ishda ishladim-da. U smenada uxlamaysiz, boshqa qilasiz, keyin yevro remont qilardim, ustachilik. Unga qatnab dam olmasdan o'shani hisobiga ham ko'paydi-da. Hozir men bu ishlamayapman, dam olyapman. Nerv chiqmay yaxshi, men bu lichenamga endi qomus kompaniyasi shunchalik ularga ham dorisini nima qilib bergani uchun yana bir martalik yordam ham qilgan. Ishonganimdan o'shani hisobiga yaxshi bo'lyapman. Barno opa, qomus kapsulasini iste'mol qilishni boshlaganingizda oq dog'larni yo'qolishdan tashqari yana o'zingizda qanaqangi ijobiy natijalarni ko'rdingiz? Men oldin anaqa smenali ish, men bu kranavchisi bo'lib ishlagandim ham bir hafta bir smena, ikkinchi smenada. Ikkinchi smenada kechasi 3-4 gacha uxlamasdan ishlab, keyin yana smenali ishga, охранаga ishga kirdim. O'tdan chiqib remont qilardim-da, уже menda uyquni alishtirib qo'ygandim. Uyqu tartibi buzilgan, doimiy stressda bo'lasiz. Stress hozir men bori hech narsani o'ylamayman. Men o'tirgan joyimda ham uxlayman. Men bu просто bundoq yotsam ham o'sha qomus qabullagandan keyin o'zimda spok, anaqa o'zimni yaxshi tutish, keyin boshqacha bo'lib qolganman-da. Oldin bir qandaydir sal narsaga nerv chiqib, boshqacha bir bo'lganman, hozir o'zimda o'shandan keyin boshqacha tutyapman-da. O'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Yaxshi, keyin uyqu yo'q edi. Masalan, kechasi uxlamasdim-da, uyqu almashib qolgan hisobi. Men shu qomus kapsulasidan keyin boshqacha bo'lganman. Uyqu ham o'z vaqtida, любой paytda uxlayman. Masalan, o'tirib ham uxlab qolaman-da ko'p. Keyin qizim uyg'otadi, "Voy, oyi, anaqa dori surtish kerak." Surish kerak desa ham уже turg'im kelmaydi. Haqiqatan men bu kapsulada ham ko'p vitamin bor deganiga endi hozir ishonyapman. O'sha qomusgacha bo'lgan nimadan hozir boshqacha bir o'zimni hamma narsani o'ylamayman ham, bemalol yuraman-da. Oldin uyqu ham joyida, nervlar ham boshqacha. O'zim yaxshi his qilyapman. Xursandmiz. Da, Tuzalayotganingizdan xursandmiz. Yo'q, undan men bu ichki organizmlarga ham uyqu ham normalda. Любой paytda, masalan, birovlar oldin men kunduz uxlasam, kechasi uxlamasdim. Hozir men kechasi ham, kunduzi ham uxlayman, kechasi ham как надо. Qomusni boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Va tavsiya qilaman hammaga. Masalan, ko'plar bilaman, ancha vaqt lichena qilganlar bor. Yordam olmaganidan o'sha bizni dardimizga davo yo'q. Yuzimga bu laflarim ustiga chiqqandan keyin avvalo Alloh, keyin qomus deb boshladim. Afsuslanmayman. O'zgarishlar zo'r. Ishonsa bo'ladi odamlar. Masalan, ishonmaydi ular. Avvalo Alloh, endi masalan aytishim mumkin-da, avvalo Alloh bizga bergan ekan bu dardni, va shifosini ham berdi. Shu uchun hammaga tavsiya qilaman. Katta rahmat, Barno opa.
suhbat uchun, tashrifingiz uchun, yaxshiliklarda va yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ilohim hech qachon kasal bo'lmang. Salomat bo'ling. Xo'p. Rahmat.